Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabrimizda yana o'sha davrini ko'tarilib, quloqda shovqin bilan bemor bo'ldilar. Mana ko'rib turganlaring miyaga kirib ketayotgan tomir, mana qora turgani o'sha ochiq, ya'ni bu tomirda o'zi normasi bilan to'qimalar atrofida. Mana tomirda mana chegarasi ko'rib turib ishlangan xuddi. Ichida mana ko'ryapsizlar, oysimon yarim bo'lib bu shu qora emas, kulrayroq bo'lib turgan narsa shu yog' shu. Mana shu yog' xuddi nagar bosadi-yu turbalarni. Turban nagar bosib yopilib qoladi-yu, ochishadi, boshqa bo'ladi. Xuddi shunaqa mana bu endi qon tomirlarida shunaqa nagar bosib, yog' bosib yopilishi. Bu mana rixliga kiradi. Rixli ya'ni yumshoqqa, bu ko'chib ketish xavfi bor, bu o'sadi. Shuning uchun bular hozir endi operatsiyaga ko'rsatilmayapti, chunki 70% dan tepa bo'lsa operatsiya qilinadi. Bular diyetaga strogi va dorilari bor o'zini ichib yuriladi. Shu qatiri buni uchib ketishini oldin olinadi. Qonashi yoki asorat berishni oldin olib turiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.